O'zbek diplomatiyasi so'nggi 5-6 yil ichida qanday o'zgardi? Bugungi kunda o'zbek diplomatiyasi yutug'i shundaki, Markaziy Osiyo kelgusida juda ham bir nima deydi, Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinmi, bugun O'zbekiston tashqi siyosatda asosiy yoki markaziy vektor bu Markaziy Osiyodir. bugungi kunda O'zbekiston tashqi siyosat amalga oshirishda shu prinsipga amal qilyaptiki, strategik sheriklarini 2026-yilda bahor oyida adashmasam JSTga a'zo bo'lishimiz kutilmoqda. Dron ishlab chiqaruvchi dunyoda juda ko'p mamlakatlar bor. Xitoy, Eron, boshqa mamlakatlar. umuman olganda keling Turkiya bilan biz strategik sherikmiz. Xarizmasi bor. Stol atrofidagi yig'ilishiladigan muzokaralar stoldan tashqarida galstuksiz muloqotlarda hal qilinadi. 5+1 formati ancha urfga kirdi. Bu formatga qiziqayotganlar ko'p. O'zini qo'shnilari bilan muammolarni hal qilmagan davlat boshqa bir mintaqada joylashgan davlat bilan hech qachon ijobiy munosabat qilolmaydi. Diplomatiya xuddi bir odamni organizmiga o'xshaydigan narsa. Avvallari xorij maydonida O'zbekiston desa ko'pchilik bilarmidi? Yoki umuman oladigan bo'lsak, O'zbekiston deganda dunyo siyosiy ommasi tafakkurida qanaqa davlat shakllanardi? Bugun qanaqa shakllanyapti? O'zbek diplomatiyasi so'nggi 5-6 yil ichida qanday o'zgardi? Bugun mana shu masalalar yuzasidan suhbatlashamiz. Demak, navbat bizga. Assalomu alaykum. Yoshlar parlamenti a'zolari faol ravishda jamiyatimizda muhokamada bo'lgan mavzular yuzasidan o'z podkastlarini davom ettirishadi. Bugun studiyamizda Yoshlar parlamenti a'zosi Zafar Asrorov hamda Timur Talgatov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda og'ir, juda masala ko'p soha diplomatiya va Yoshlar parlamentida aynan mana shu tarmog'i nuqtai nazaridan bugun faoliyat yuritasiz. Bevosita aytib o'tishimiz kerak. O'zbekistonda har yili juda ko'plab xalqaro tadbirlar, sport tadbirlari, shu bilan birgalikda davlatimiz rahbarini yoki bo'lmasam O'zbekistondagi qator tashkilotlarni xorijga tinimsiz tashriflari, turli darajadagi tashriflar, davlat tashriflari, rasmiy tashriflar tinimsiz amalga oshirilyapti. Bu karrasi ko'payyapti. Nimaga? Chunki O'zbekiston bilan hisoblashadigan, O'zbekiston bilan o'zaro kelishuv asosida ishlaydigan xalqaro tashkilotlarda bugun O'zbekistonni o'rnini qat'iy va pozitsiyasi mustahkam deb biladigan davlatlar soni anchagina ko'paygan va mana shu nuqtai nazardan ham oxirgi vaqtlarda juda ko'p format, ayniqsa C5+1 formati doirasida juda ko'p dunyoni katta iqtisodiyotga ega davlatlar O'zbekistonga anchagina qiziqish bildirdi va shu bilan birgalikda davlatimiz rahbari ham juda ko'p davlatlarga tashriflar amalga oshirdilar. O'zbekistonga juda ko'plab mamlakatlar rahbarlari kelishdi turli tadbirlar doirasida. Atroflicha ko'rib chiqamiz. Dastlab 2025-yil yakunlari qanday yakunlandi O'zbekistonda? Bu juda jiddiy masala, chunki 2026-yilga o'tar-o'tmas davlatimiz rahbari Tashqi ishlar vazirligi sohasida elchixonalar, konsulliklar, idoralar rahbarlari bilan video selektor yig'ilishi o'tkazdilar va bunda juda ko'p ko'rilmayotgan, hali ko'rilmagan masalalarni o'rtaga tashladilar. Keling 2025-yilni yakunlarini muhokama qilsak. Yanvar assalomu alaykum. O'zi diplomatiya xuddi bir odamni organizmiga o'xshaydigan narsa. Bu kundan kun o'zgaradigan narsa o'zi. Juda ham murakkab, juda ham dolzarb bo'lgan narsa diplomatiya. Va biz aynan O'zbekiston va mana shu hozirgi holatimiz shunday bir tarixiy bosqichdamiz. Bu mamlakatimizda yuritilayotgan ko'p vektorli siyosat, tashqi siyosat desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning nima deydi, o'zining eng yuqori natijasiga, yuqori mana shu tochkasiga chiqdik va bu shunchaki nazariya emasda, bu balki aniq yuritilayotgan bizning prezidentimiz olib borayotgan siyosiy irodalari tufayli hozirgi kunda bizda juda ham ko'p nima deydi, xorijlik, strategik sheriklik va nima deydi, ko'p vektorlik siyosatga kiritayotgan o'zlarining bir kuchi, juda ham bir mana shu ertangi kunda yoshlarga bu kelajak ko'prigi desak ham bo'ladi. Va 2025-yil davomida davlatimiz rahbari jami 28 ta xorijiy mamlakatlarga tashrif buyurdilar. Shundan 7 tasi davlat tashrifi bo'lib, ular davomida eng yirik strategik hamkorlarimizdan biri, bu misolni keltiradigan bo'lsam Xitoy, Rossiya, Markaziy Osiyo davlatlari, Yevropa ittifoqi va boshqalar. 2025-yilning birinchi choragida esa prezidentimiz yana 5 ta muhim xorijiy safarni amalga oshirib, iqtisodiy diplomatiyani yangi bosqichga ko'tarib berdilar.
Bugun O'zbekiston dunyoning 160 dan ortiq mamlakatlar bilan diplomatik aloqalarni o'rnatib, ularning 19 tasi bilan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatiga ega bo'ldi. Bitta narsa, mana aytyapsiz, ko'p vektor, keng vektorlik tashqi siyosat olib boramiz deb juda ko'p marta aytiladi. Ommaviy axborot vositalarida ham juda ko'p eshitamiz bu narsani. O'zi vektor qanaqa bo'ladi yoki bo'lmasam O'zbekistonning tashqi siyosat. Hozir haqiqatdan Temur juda ham to'g'ri fikrlarni ta'kidlab o'tdi. Umuman siyosatshunoslik fanida davlatlar tashqi siyosatni amalga oshirish jarayonida siz ham ta'kidlab o'tdingiz. Ko'p va keng vektorli siyosatni amalga oshirishni aytadi. Mana shu terminga yana bir narsani qo'shgan bo'lardim, shu jumlaga. Bugungi kunda O'zbekiston tashqi siyosatini muvozanatga asoslangan ko'p va keng vektorli tashqi siyosatni amalga oshirmoqda. Bu nima degani deydigan bo'lsak, O'zbekiston bugungi kunda qaysidir davlatga yaqinlashib, qaysidir davlat yoki qaysidir mintaqaga yaqinlashib ketish evaziga qaysidir bir davlat yoki mintaqadan uzoqlashmayapti. Bir xil muvozanatga asoslangan o'zaro do'stlik, hurmatga asoslangan tashqi siyosatni amalga oshirmoqda. Bu albatta davlatimiz rahbarini siyosiy irodalari bilan bugungi kunda yana shu narsani ta'kid ko'p va keng vektorli nima degan savolni o'rtaga tashladingiz. Bu mana shu deylik dunyoni qutblariga bo'lamiz, to'g'rimi? Deylik qutblarga bo'lganimizda o'sha har bir qutblarda o'zini bir kuch markazlari bor bugungi kunda. Aynan o'sha kuch markazlarini o'zi bilan ham emas, o'sha hududdagi rivojlangan davlat bilan, shu bilan birgalikda rivojlanayotgan davlatlar bilan ham hamkorlik munosabatlarini o'rnatyapmiz. Misol uchun agar ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, deylik Sharqda biz faqat Xitoy bilan emas, shu bilan Koreya bilan, Yaponiya bilan munosabatlarni o'rnatyapmiz. G'arbda esa faqat Yevropada Germaniya yoki Fransiya bilan emas, hatto prezidentimiz Vengriya bilan, Slovakiya bilan, Chexiya bilan munosabatlarimiz, Paragvay bilan mana bu keng vektorlik siyosatni yaqqol misoli hisoblanadi. Ya'ni faqat kuch markazlari bilan emas, rivojlanayotgan potensial kuch markazlari bilan ham hamkorlik munosabatlarini o'rnatish bu ko'p va keng vektorli muvozanatga asoslangan tashqi siyosat hisoblanadi. Va yana shu narsani ta'kidlamoqchimanki, bugungi kunda o'zbek diplomatiyasi yutug'i shundaki, xalqaro miqyosida turbulentlik sharoitida yashayapmiz. Turbulentlik nima deydigan bo'lsak, keskin o'zgarishlar, xalqaro munosabatlarni oldindan prognoz qilib bo'lmaydigan holatdamiz. Ya'ni xalqaro munosabatlarni regulyatsiya qilib turadigan, xalqaro munosabatlarni koordinatsiya qilib turadigan, kun tartibini oldindan belgilab turadigan xalqaro institutlar arxitekturasi bugun o'zini juda ham holati og'ir holatga kelib qolgan, ya'ni xavfli holatga kelib qolgan deb ta'kidlasak ham bo'ladi. Chunki bu borada davlatimiz rahbari bir qancha xorijiy o'sha minbarlarda chiqib ta'kidlab o'tdilar. Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti institutsional jihatdan isloh etilishga muhtoj va O'zbekiston bu borada qat'iy pozitsiyada, ya'ni xalqaro huquqqa asoslangan, xalqaro mana shu davlatlar suverenitetini himoya qilishga, o'zaro manfaatlarni hurmat qilishga asoslangan tashqi siyosatni amalga oshirmoqda va bu O'zbekistonni amaliy natijasi ham bor. Chunki yaqqol misol sifatida shu bilan so'zimni mana shu qismdagi so'zimni tugataman. Bundan 9 yil avvalgi Markaziy Osiyo mintaqasini bugungi bilan solishtiradigan bo'lsak, ya'ni gapirilayotgan o'sha katta siyosiy minbarlarda, tribunalarda gapirilayotgan gaplarni natijasini ko'rmoqchi bo'lsak, Markaziy Osiyoga qarashimiz kerak. O'zaro o'sha qo'shni davlatlar bilan anklav va eksklav o'sha hududlarimiz bor. Barchasi davlatimiz rahbarining tashabbusi va Markaziy Osiyodagi qolgan davlat rahbarlarini bir stol atrofida jam bo'lib o'sha kompromisga borish deyiladi. Kompromisga borish orqali konsensusga erishganliklari bu bugungi kunda Markaziy Osiyoning xalqaro miqyosida yaxlit bir kompleks mintaqa sifatida shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni avvalgidek Markaziy Osiyodagi har bir davlatga alohida yondashish emas, C5+1 formatning rivojlanganligi mintaqa yagona subyekt sifatida yaxlit bir kompleks nima deydi organizm sifatida ko'rilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bitta narsa shu yerda yana qiziqtiradi. 5 ta respublika, Markaziy Osiyodagi 5 ta respublika rahbarlari xalqaro doirada ham qaysidir masalaga pozitsiya bildirayotganda o'zaro qo'shnilar bilan adashmasam maslahatlashgan holatda va bilasizmi, maslahat uchrashuvlari ham yo'lga qo'yilgan oxirgi paytlarda qo'shni davlatlar manfaatlaridan kelib chiqib, mintaqa manfaatlaridan. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinmi, bugun O'zbekiston tashqi siyosatda asosiy yoki markaziy vektor bu Markaziy Osiyo deb. Qanchalik to'g'ri bo'ladi bu ibora? Men o'zimni fikrimni aytmoqchiman bu borada. Hozir yuqorida Zafar aka juda to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Markaziy Osiyo, endi men kitobdan chiqib aytmoqchiman bu narsani. Zbigniew Bjezinskiyning kitobi bor.
Velika shaxmatная doska. U aytganki, Markaziy Osiyo kelgusida juda ham bir nima deydi, qaynoq tochkaga aylanadi. Qanaqa misolda? Bu degani juda ham mundoq olib qaraydigan bo'lsak, bizni geopolitik jihatdan biz juda zo'r joylashganmiz. Juda zo'r va bu bizning eng asosiy yutuqlarimizdan biri desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Nimagaki bizda savdo koridorlari mavjud. Juda ham bir o'zimizga boy resurslarimiz bor. O'zimizni tabiiy resurslarimizga boymiz va nima desam bo'ladi? Kelgusida siz bergan savolingizga javob, meni nazarimda bu Markaziy Osiyo juda ham hozir e'tiborda va so'nggi 5-10 yillarda ham e'tibordan qolmaydi deb o'ylayman. Oxirgi yillarda O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi aloqalarni boshqa dunyo davlat rahbarlari yoki masalan o'zaro formatda emasda 5+1 formati ancha urfga kirdi. Bu formatga qiziqayotganlar ko'p, chunki bugun Markaziy Osiyoda aholi kontingenti ancha baland, yalpi ichki mahsulot borgan sari o'sib boryapti. Mintaqada yaxlitlik, chipslik, millatlar, madaniyatlararo aloqalar borgan sari rivojlanib, bir qaysidir ma'noda Markaziy Osiyo yaxlitligini, media makonda ham hattoki Markaziy Osiyo bo'yicha ishlaydigan mana shu platformalar yaratish masalalari tez quloqqa chalinyapti. 5+1 formati mana Yaponiyada o'tkazildi o'tgan yilda. Rossiya bilan Tojikiston mezbonlik qilgan 5+1 formatdagi summit, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi summit davlat rahbarlari darajasida birinchi marotaba o'tkazildi. Bu format bugun qanchalik keng yoyiladi yoki bo'lmasam bu formatga qiziqishga sabab yana qanaqa bo'ldi? Juda ham dolzarb savol va qiziqarli. Umuman C5+1 formatdagi dastlabki ilk uchrashuvlar Yaponiyaga borib taqaladi. Yaponiya birinchisi o'zi asli Yaponiyadan boshlangan. Bugungi kunda mazkur formatdagi uchrashuvlar 10 dan ortdi. Ya'ni siz aytdingiz, Yaponiya, Rossiya, Hindiston, AQSh, Yevropa Ittifoqi, Germaniya, Fransiya va hokazo rivojlangan davlatlar tomonidan. Bu yuqori ta'kidlab o'tdimki, har mintaqadagi 5 ta davlat bilan alohida munosabat qilishdan ko'ra 5 ta davlat bilan umumiy platformada yaxlit munosabat qilish bu albatta ikkala tomon uchun ham, ya'ni mintaqa va boshqa deylik tomon uchun ham manfaatli hisoblanadi. Chunki Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan davlatlarning iqtisodiyoti bugungi kunda o'sib bormoqda xalqaro miqyosida va aholi soni ham 85 milliondan ortgan, 90 millionga yaqinlashmoqda. Misol uchun O'zbekiston deylik yalpi ichki mahsuloti 150 milliard dollarga baholanmoqda bugungi kunda. Qozog'istonniki esa 300 milliarddan oshganligi, Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti keskin oshayotganligi 20 milliarddan ortdi, Tojikistonniki 20 milliardga yaqinlashyapti, Turkmanistonniki esa 70 milliard atrofida. Qo'shganingizda juda ham katta raqam kelib chiqadi. Bu juda katta raqam va albatta juda katta bozor degani bu. Bugungi kunda yuqori ta'kidlab o'tildi, Temur ham mintaqa, Markaziy Osiyo mintaqasi resurslarga boy mintaqa hisoblanadi. Umuman olganda resurslarni taqsimlashda ham iqtisodiyotda shunaqa termin bor. Likvidlik resurslari deyiladi. Likvidli va non-likvid resurs deyiladi. Likvidlik resurslar degani ulardan foyda olish ehtimoli koeffitsient yuqori bo'ladi. Non-likvid resurslar esa foyda bor, lekin unga dastlab ancha sarmoya kiritish kerak bo'ladi. Bugungi kunda Markaziy Osiyoda mazkur likvidli resurslar soni ancha ko'p hisoblanadi va siz mazkur platformani samaradorligi borasida ta'kidladingizki, bu yuqori ta'kidlaganimdek mintaqani shu yaxlit ko'rilayotganligini yaqqol misoli. Davlat rahbari 2026-yilda ham asosiy tashriflar birinchi o'rinlarda aytishimiz mumkin. Turkiyaga qaratdilar. Kuni kecha rasmiy tashrif bilan Anqaraga borgan davlatimiz rahbariga Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an juda katta hurmat ehtirom. Umuman Turkiya bizga dastlabki mustaqillik yillarimizdan boshlab eng birinchi bo'lib bizni tan olgan mamlakat, mustaqilligimizni karta bo'yicha madaniy aloqalar, humanitar aloqalar, iqtisodiy, geopolitik aloqalar, savdo-sotiq aloqalar barchasi yaxshi rivojlangan. Turkiya tashrifidan so'ng O'zbekiston hamda Turkiya o'rtasidagi munosabatlar qanaqa bo'ladi endi? Qanaqa darajaga chiqdi? Umuman olganda rasmiy tashrif protokoli bo'yicha rasmiy hamda davlat tashriflari amalga oshirilganida o'sha ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar, diplomatik paketlar yangi bosqichga, yangi darajaga ko'tarilganini bildiradi. Bu tashrifni bir maqsadlariga bir to'xtalsak. Boshida qisqacha qo'shimcha qilmoqchiman Temur fikrlariga to'ldirish maqsadida. Bugungi kunda O'zbekiston tashqi siyosat amalga oshirishda shu prinsipga amal qilyaptiki, strategik sheriklarini diversifikatsiya qilyapti. Ya'ni strategik sheriklarni ko'paytiryapti va
xilma-xillashtiryapti. Ya'ni strategik sheriklar faqat mintaqamizga qo'shni bo'lgan davlatlar bilan emas, uzoq mintaqada joylashgan davlatlar bilan ham strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilyapti. Bu albatta davlatni siyosiy barqarorligini ta'minlashda muhim burchak vazifasini o'taydi. Davlat rahbarlarining shaxsiy munosabatlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu juda ham iliq hisoblanadi. Chunki prezident Recep Tayyip Erdo'g'onni rafiqasi bilan birgalikda Turkiya o'sha aeroportdan davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning rafiqalari bilan o'sha kutib olish jarayonida ko'rishimiz mumkin. Iliq kutib olishlarini, bu albatta o'zaro iliqlik siyosiy muloqotni samarali tashkil etilishiga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Chunki aytiladiki, siyosatda shunaqa termin mavjudki, stol atrofidagi erishiladigan muzokaralar stoldan tashqarida galstuksiz muloqotlarda hal qilinadi. Noformal uchrashuvlar. Ya'ni formal kelishuvlar dastlab noformal munosabatlarni formal munosabatlarga ta'siri baland. Yani. Albatta. Bu isbotlangan real holat hisoblanadi. Bunda o'zaro ikkita davlat rahbarining bir-biriga munosabati iliqligi. Juda ham qardoshlar degan maqolalar chiqyapti. Shu narsani ko'rish mumkin. Recep Tayyip Erdo'g'an ta'kidlab o'tdi, nutqida davlat rahbari ham tobini tasdiqladi. Tilimiz bir, dilimiz bir, qonimiz bir, tariximiz bir, dinimiz bir va davlatimiz rahbari aytdilarki, niyatimiz ham bir bizni deb ta'kidlab o'tganliklari bu uzviy, mushtarak, yaxlit bir nima desak bo'ladi, munosabatlar yig'indisi. Har ikki mamlakat o'rtasida bugun vizasiz rejim amal qiladi. Har ikki mamlakat o'rtasida turistik aloqalar juda yaxshi. Savdo-sotiq, biz madaniy jihatdan Turkiya bilan juda yaqinmiz. Qaysidir ma'noda Yevropaga tutash bo'lgan bir mamlakat Turkiya bo'lsa, yaqin atrofimizdagi davlatlardan tashqari orada qanchadir davlatlardan o'tamiz, lekin undan keyin yana xuddi O'zbekistonga o'xshagan xarakterdagi, O'zbekistonga o'xshagan bir tafakkurdagi qonida turkiylik bo'lgan bir mamlakat, aholisi Turkiya bugun. Va bitta narsa muhim, Turkiya da bugungi kunda juda ko'p biz o'rgansak bo'ladigan narsalar bor va bizdan o'rganadigan narsalar bor Turkiyani. Mana shu kelishuvdan keyin, mana shu uchrashuvlardan keyin, tashrifdan keyin yana nimalar o'zgaradi? Ya'ni kadr almashuv sohalarida, madaniy gumanitar, kimda ma'lumot bo'lsa aytib ketaversin. Madaniy gumanitar sohalar, sog'liqni saqlash bo'yicha masalan Turkiyada ma'lum qilindi, Turkiyada o'zbekistonliklar uchun ma'lum qanchadir kvota asosida tekinga davolanish imkoniyati, qanchadir bizni professional soha kadrlarini u yerda ishlash uchun sharoitlar yaratish. Bu qanchalik? Endi men nazarimda bu uchrashuvdan keyin albatta yoshlar orasidagi munosabatlar yangi driverimiz, yangi bosqichga olib chiqamiz bu munosabatni. Albatta an'anaga aylanadi desak ham bo'ladi va eng muhim nuqta bu o'qish masalasi bo'yicha. O'qish, biz ilm almashamiz bir-birimiz bilan. Bu eng muhim nuqtalardan biri, chunki o'qisak, bu ertaga o'zimiz uchun bir katta ko'prik va ulardan oladigan narsamiz bor. Siz aytganingizdek, ularni ham bizdan oladigan narsamiz bor. Va bu borada yana biz qanaqa almashuv bo'ladi oramizda? Bu transport masalasi bo'yicha. Bilamizki, Turkiyada juda ham Yevropadan kirib kelgan, aytaylik, shu avtorusumlar bor. Shu taniqli firmalardan va biz mana 2026-yilda bahor oyida adashmasam JSTga a'zo bo'lishimiz kutilmoqda va bu borada bizga Turkiya juda ham bir yaxshi sherik bo'la oladi. Davlat rahbari yil boshida Xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazganida bir ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Bugungi kunda O'zbekiston sarhadlarini kuzatish, qo'riqlash masalalarida Turkiyada ishlab chiqarilgan dronlar bor va bu dronlardan keng foydalaniladi. Va shu bilan dron ishlab chiqaruvchi dunyoda juda ko'p mamlakatlar bor. Xitoy, Eron, boshqa mamlakatlar. Lekin biz Turkiya bilan bu bo'yicha aloqalarimiz juda yaxshi. Va mana shu bilasizmi, yoshlar parlamentida ham bizning a'zolarimiz tarkibida, afsuski hozir yonimizda emaslar, turli sabablarga ko'ra.
Turkiyani mana shu dron sanoati bilan hamkorlik qiluvchi, hattoki u yerdagi yetakchi kompaniyalar bilan uchrashib kelgan a'zolarimiz ham bor. Va bu narsa nima beradi? Qaysidir ma'noda ikkita davlat o'rtasidagi bu xavfsizlik sohasidagi tashqi xalqaro tashkilotlar doirasidagi birdamlik hisobimiz. Bugun biz BRICSda Turkiya bilan birgamiz. Shanxay hamkorlik tashkilotida hattoki kuzatuvchi maqomida bo'lsa ham Mamlakat Turkiy davlatlar tashkiloti bo'yicha ham birgamiz. Ikkita davlat o'rtasidagi aloqalar davlat rahbarlari darajasida ham juda yaxshi. Ya'ni masalan TOK rusumli Turkiya avtobrendi dastlabki ishlab chiqarish jarayonlari boshlanganda Rajab Toyyib Erdo'g'on prezident Mirziyoyevga o'sha avtomashinani sovg'a qilgan. Buni o'zi ham bir qanaqadir ma'noda sanoqli insonlarga, sanoqli davlat rahbarlariga sovg'a qilingan masala. Qaysidir ma'noda Turkiya bugun biz uchun juda muhim mamlakat. Turkiya bilan davlatimiz rahbarini Turkiyaga tashriflari juda ham sermahsul va samarali o'tdi. Umuman olganda, keling, Turkiya bilan biz strategik sherikmiz. Strategik sheriklik o'zi nima degan savol bor. Uni qanaqa darajasi bor? U oddiy diplomatik munosabat bilan strategik sheriklik nima farqi bor deydigan bo'lsak, strategik sheriklik deganda asosiy uni komponentlari bor, qismlari. Birinchisi o'sha siyosiy muloqot o'rnatilishi, ya'ni ochiq va o'sha to'g'ridan to'g'ri siyosiy muloqotlarni davomli siyosiy muloqotlar o'rnatilishi davlat rahbarlari darajasida yoki hukumat darajasida yoki tarmoq rahbarlari darajasida muloqotni davomli o'rnatilishi. Ikkinchisi iqtisodiy munosabatlarni uzviy tendensiyaviy ravishda barqaror rivojlanib borishi, savdo-iqtisodiy munosabatlar. Uchinchisi madaniy gumanitar sohada yaqinlik hisoblanadi, ya'ni madaniy sohada, gumanitar sohada. To'rtinchisi esa harbiy xavfsizlik sohalari. Strategik sheriklik mana shu asosiy komponentlarni qamrab oladi. Endi har bitta detalga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda Turkiya bilan siyosiy nuqtai nazardan davlatimiz rahbari darajasida ikkita davlat rahbarlari o'rtasida juda ham iliq, samimiy, ochiq, davomli muloqot shakllangan. Hatto o'sha to'g'ridan to'g'ri ikkita davlat rahbari o'rtasida bo'ladigan muloqot jarayonida ham yoki boshqa davlatga tashrif jarayonida o'zaro muloqotlar jarayonida o'zaro iliq munosabat shakllangan. Bu albatta qolgan sohalarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Iqtisodiy sohada esa O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar, Turkiya O'zbekistonda top 5 ta savdo-iqtisodiy hamkorlardan biri hisoblanadi. 2025-yil yakunlariga ko'ra 3,5 milliard dollarga yaqin o'zaro savdo ayirboshlash, tovar ayirboshlash munosabatlari bo'lgan, ya'ni hamkorlik bo'lgan. Yaqin istiqbolda esa buni 5 milliard dollarga yetkazish, uzoq istiqbolda esa buni 10 milliard dollarga yetkazish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Va siz bu iqtisodiy sohadagi hamkorlik darajasi haqiqatan potensial, resurs bor. Lekin davlatimiz rahbari aytdilarki, hozirgi raqamlar mavjud imkoniyatlarga javob bermaydi. Ya'ni bu yana ham buni kattalashtirishga bizda yetarli darajada imkoniyat bor. Ikkala tomonda ham manfaat bor. Keyingi soha madaniy gumanitar sohada. Bunga birgina misol sifatida davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan o'sha Turkiyada 2023-yilda o'sha Xatayda bo'lgan zilzila oqibatida jabrlangan hududga yaxlit bir o'zbek mahallasi qurilganligi O'zbekiston tomonidan. Bu davlat rahbari tomonidan e'tirof etildi va u yerda turkiyalik o'sha oilalarga ikkita davlat rahbari ishtirokida mana shu uylarning boshpanalarining kaliti topshirildi. Bu albatta madaniy gumanitar sohada hamkorlikni eng yuqori nuqtalaridan biri hisoblanadi va bugungi kunda o'zbek yoshlari Turkiyada ta'lim olayotganligi, Turkiyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalarida. Endi buni keyingisiga uzviy bog'liq joyi bor. Harbiy qism dedim-ku, harbiy mudofaa xavfsizlik dedim. O'zbekistonlik yoshlar Turkiyaning qaysi universitetlarida tahsil olyapti, qaysi ta'lim yetakchi muhandis kadrlarni tayyorlab beradigan universitetlarda tahsil olyapti. Mana yuqorida ta'kidlab o'tdilar, Turkiya uchuvchisiz uchish moslamalari, ya'ni dronlarni ishlab chiqarish bo'yicha dunyo miqyosida o'zini yetakchi o'ringa ega bo'lgan davlatlardan biri hisoblanadi. Keyin siz mana ta'kidlab o'tdingiz, davlatimiz rahbari xavfsizlik kengashining yig'ilishida joriy yil boshida 13-yanvar kuni ta'kidlab o'tdilar. Bugungi kunda davlatlar o'zining xavfsizligini ta'minlashda undagi tanklar soni, harbiylar soni bilan o'lchanmaydi. Endi zamonaviy texnologiyalar bilan, uchuvchisiz uchuvchi o'sha dron qurilmalari bilan, robototexnika jihozlari bilan yoki boshqa bir raqamlashgan platformalar orqali o'zini
xavfsizligini va barqarorligini ta'minlashga erishadi. Albatta bu sohada O'zbekiston ayniqsa uchuvchisiz uchish jihozlari, ya'ni dronlarni O'zbekistonga olib kirish, O'zbekistonga Turkiyadan orqali import qilishda aynan Turkiya bilan yaqin hamkorlik qilyapti. Shunchaki endi sotib olish emas, uni O'zbekistonda ham ishlab chiqarish va servis xizmat ko'rsatishni O'zbekistonda ham joriy qilish. Ya'ni o'zbek yoshlari bugungi kunda mana kuni kecha o'zim shu ma'lumotga yaqinda guvohi bo'ldim. Turkiyani TAI kompaniyasi bor. O'zbek tilida tarjima qiladigan bo'lsak, Turkiya Aerokosmik havo mudofaasi korxonasi bor. Mazkur korxona Turkiya mudofaasiga muhim bo'lgan sanoat o'sha jihozlarini ishlab chiqaradi. O'sha yerga o'zbekistonlik yoshlar bugungi kunda uzoq va qisqa muddatli stajirovkaga yuborilyapti. Maqsad yuqori malakali muhandis kadrlar avlodini tizimli yaratish. Ularning tajribasi o'rganiladi va keyinchalik bu O'zbekistonga joriy etilib, albatta bu O'zbekistonning mudofaa salohiyatiga, kelgusidagi barqarorligiga o'zini munosib hissasini qo'shishi albatta. Prezident bugun qaysi davlatga borsa, o'sha yerda o'zbek hamjamiyati shunaqa darajada kutib olyaptiki, boshqa davlatlar rahbarlari, ancha-muncha davlat rahbariga ko'rsatilmayotgan e'tiborni ko'rsatishyapti. Masalan, Amerikaga so'nggi tashriflarida hattoki samolyotda uchib, o'sha bir lentada Amerika Qo'shma Shtatlariga xush kelibsiz, janob prezident, janob shunaqa bir nimalar bo'ldi. Mana Turkiyaga kuni kecha, AQShga ikkinchi tashriflarida ham ajoyib bir protokoldan tashqari hurmat ehtirom amaliyotlarini ko'rdik. Bu qanaqa, bu tashqi ishlar vazirligimiz faoliyati bilan bog'liq narsami yoki bo'lmasam davlatimizga tashqaridagi o'sha mamlakatlardagi xalqlarimizni, mamlakatimiz aholisini e'tiborimi? Umuman olganda, har bitta davlatga tashrif buyurayotganlarda mana shu katta yirik kompaniyalarning tadbirkorlari bilan, egalari bilan prezidentimiz tet-a-tet vizavi deyiladi diplomatiyada, birga bir formatda kutib olib, hattoki o'zini qarorgohida qabul qilayotgandek sharoit yaratilmoqda boshqa davlatlarda. Men nazarim bo'yicha endi bizni prezidentimizning xarizmasi bor. Bu xarizmasi bor odam bu уже bitta masalaga nuqta qo'ydi va bitta masalani hal qildi degani. Xarizmasi bor odam. Va albatta siz aytganingizdek, Tashqi ishlar vazirligining bu yerda juda katta bir yutug'i bor. Negaki har bitta davlatda albatta Tashqi ishlar vazirligining bunda ham juda katta yutug'i bor. Aynan Tashqi ishlar vaziri bilan birgalikda juda ko'p mamlakatlarga borib, o'zi masalan davlat rahbari boshqa bir davlatga tashrif buyurgan payt Tashqi ishlar vaziri protokol boshlig'iga aylanadi. Protokol o'zi qoidalariga binoan protokol boshlig'i hisoblanadi va mana shu yerda mana shu hamma narsani tashkil qilish va mana shu qabullarni, ko'rishuvlarni, uchrashuvlarni tashkil etish bu men nazarimda mana shu Tashqi ishlar vazirligidan zimmasida turadi. Albatta. Va bu juda katta yutuq. Kelgusida ham mana shunday sa'y-harakatlarimiz ko'payaversin va tobora bizni strategik aytaylik hamkorlarimiz ko'payaversin. Timur juda ham to'g'ri fikrlarni ta'kidlab o'tdi. Hozir men shu narsani ta'kidlamoqchi edimki, qisqaroq qilib, bu albatta o'zbek diplomatiyasini uzoq muddatli yutug'i hisoblanadi. Tarixan shakllanib kelgan yutuq hisoblanadi. Davlat rahbarini qaysidir bir xorijiy davlatga borishidan avval ta'kidlab o'tdiki, albatta protokol jamoasi tomonidan oldindan tayyorgarlik ko'riladi. Ya'ni bugungi kunda respublikamizda tashqi o'sha munosabatlarni amalga oshiradigan yetuk, professional, malakali, mutaxassis kadrlar jamoasi shakllanganligini bildiradi. Va davlatimiz rahbari bu hatto davlatimiz rahbarini xalqaro miqyosda yuksak e'tirof bilan kutib olinishi, davlatimiz rahbarini siyosiy irodalari, buni bir oddiy misol bilan tushuntirmoqchiman. Xalqaro miqyosda o'sha juda ham katta tayyorgarlik bilan kutib olinishini mintaqaviy
keys bilan. Ilgari davlatimiz rahbari biror bir davlatga tashrifdan oldin o'sha tashrif buyuradigan davlat tomonidan bizni davlat o'rganiladi albatta. U har qanday munosabat bo'lishidan qat'iy nazar bugungi kunda davlatimiz rahbarining siyosiy irodasi va qat'iyati bilan Markaziy Osiyo yaxlit bir kompleks mintaqaga birlashdi. Chunki shunaqa savol tug'iladiki, o'zini qo'shnilari bilan muammolarni hal qilmagan davlat boshqa bir mintaqada joylashgan davlat bilan hech qachon ijobiy munosabat o'rnata olmaydi. Ya'ni bugungi kunda Shavkat Mirziyoyev siyosiy irodasi, tashabbusi, qat'iyatliligi tufayli barcha qo'shnilarimiz bilan tarixdagi eng yaxshi natijadamiz. Tarixdagi eng yaxshi munosabatdamiz. Nol muammolar. Va yuqorida ta'kidladingiz, Markaziy Osiyo plus platformasi nima uchun bugungi kunda qiziqilyapti deyilsa, chunki mavjud aktual muammolar qolmadi. Barcha muammolar yaxlit bir stolga o'tirib o'zaro o'sha konsensusga erishildi. Bu kimni tashabbusi bilan bo'ldi deydigan buni biz baralla bemalol ayta olishimiz mumkin. 2017-yildan boshlab prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi va siyosiy irodasi bilan. Bu xalqaro miqyosda e'tirof etilyapti. Va bir narsani qo'shimcha qilib ketmoqchiman so'zim yakunida. Mana hozir Zafar aka aytganlaridek, agar orqaga qaytadigan bo'lsak, mana shu o'zimizni mintaqamiz ichida hech kim o'ylamagan edi. Masalan, O'zbekiston ertaga bir dunyoga ochilishi, kimdir bilan hamkor bo'lishi, strategik sherik bo'lishi, biz oldin yopiq edik, mutlaq yopiq edik. Va mana shu Zafar aka aytganlaridek prezidentimizning siyosiy irodalari tufayli hozirgi kunda biz ko'p vektorli siyosatni qo'lga kiritdik va amalda ko'p vektorli siyosatni biz qo'llayapmiz. Va ertangi kunimiz ham mana shu bizni prezidentimiz qurib beryaptilar. Mana shu strategik hamkorlar bilan, mana shu yuqori darajadagi uchrashuvlar bilan kim uchun? Albatta biz uchun, bizning ertangi kelajagimiz uchun. Bilasizmi? Men Malayziyaga bo'lgan tashrifda ko'rganman bu narsani. Chuqur tushunganman. Ko'rib, umumiy ma'noda bir tushunib turardik, lekin chuqur anglab yetganman. Malayziyaga tashrif davomida bosh vazir Anvar Ibrohim protokolni buzgan. Ya'ni davlatimiz rahbari bilan uchrashuv soatini uzaytirib, o'sha aeroportgacha bo'lgan jarayonda oxirigacha birga borganlar. Bu jarayon Fransiyada bo'ldi. Fransiyada, Parijda yirik nufuzli Yevropa ittifoqini katta tadbiri bo'layotgan jarayonda prezident Emmanuel Macron kun tartibini davlatimiz rahbariga ajratilgan vaqtda, uchrashuv vaqtini uzaytirib, Luvr muzeyiga borganlari, uzoqroq vaqt davomida uchrashuv davom etgan. Bu narsa va Legion ordeni bilan taqdirlaganlar. Bu juda katta narsa. Davlatning manfaatlarini ikkinchi tomoniga yoqadigan tilda va gapda yetkazib bera olish qobiliyati bor. Ya'ni manfaatlar doirasida muloqot bo'lyapti bir davlat bilan. Manfaatlarimizga erishish uchun shunaqa bir imkoniyat ulardan olishimiz kerakki, faqat ularga yoqadigan gap orqali gapiramiz. Bu yuqori ta'kidlaganimdek, o'zbek diplomatiyasining yutug'i bu. Bu masalada tashqi siyosat masalasida mana bugungi avlod aniq ishlayotgan jarayonlardagi faollar aniq. Bugun yoshlar parlamenti xalqaro doirada faoliyati qay darajada bo'lyapti? Yoshlar parlamenti a'zolari xalqaro bo'limi yoki bo'lmasam xalqaro qo'mitasi qanaqa faoliyat bilan band bugungi kunda? Ya'ni davlat siyosati darajasidagi, mana shu davlatimiz rahbarining tashqi siyosatdagi faoliyatiga qanchalik mutanosib tarzda biz ishlay olyapmiz? Endi bizda o'tgan yilni sarhisobini qiladigan bo'lsak, juda ko'p katta natijalarga erishdik. Bundan birinchisi SHT, Shahar hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi bilan birgalikda memorandum bo'ldi. O'zaro kelishuvlarga erishdik va Rossiya bilan birgalikda Zoom orqali munosabatlarni kelishib oldik, kelgusi sherikchiliklarni aniqlab oldik, masalalarni aniqlab oldik va Belorussiyaga bordik. Belarus Respublikasida biza xuddi bir o'zimizga o'xshaydigan yoshlar parlamenti tuzilmasidek Sovet nasionalniy sobraniya degan tuzilma, xuddi bizdek yoshlar parlamenti desak ham bo'ladi. Kengashga o'xshagan, ha. Ular bilan birgalikda memorandum imzoladik. Mana o'tgan hafta bizni tadbirkorlik qo'mitamiz bilan birgalikda ularning ham shu tadbirkorlik qo'mitasi orasida Zoom orqali yana bir katta loyihaga yo'l ochishdi va o'tgan yilgi sarhisobga qaytadigan bo'lsak, yana
Sabina Mahil bilan ko'rishdik. O'zbekistondagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti doimiy vakili UNDPdan. Ular bilan katta kelishuvlarga erishdik va bu borada xalqaro qo'mitaga keladigan bo'lsak, mana shu millatlararo qo'mita bilan birgalikda bizani yoshlar parlamenti a'zolarimiz va shu bilan birgalikda memorandum imzolandi va kelgusi nima deydi, o'zimizni vazifalarini yo'l xaritasi orqali birgalikda mana shu yelkadosh bo'lib ishlarni amalga oshiramiz. Goethe instituti bilan birgalikda bo'lgan kelishuvlarga ko'ra, Goethe instituti bizga juda qulay sharoitlar yaratib bermoqda. Qanday? Aytayaptiki, biz sizlarga 100 ta kvota beramiz. 100 ta kvotani qanday qilib oladi biznikilar? Bizni yoshlarda. Ular nemis tilini o'rganib, mukammal o'rgangandan keyin, hattoki biz yoshlar parlamenti a'zolariga shunday bir sharoit yaratib berishdi. Agar dedi nemis tilini sizlar B1 yoki B2 darajasigacha o'qib va mukammal gaplashsanglar, sizlarni Bundestagga stajirovkaga amaliyot masalasi ko'rib chiqildi. Shu yerda work and travel masalasi ko'rib chiqildi va kelgusida xalqaro shu O'zbekiston bilan Germaniya o'rtasidagi xalqaro mana shu organizatsiya tashkilotlarida ishlash imkoniyatini yaratib beradi. Konrad Adenauer jamg'armasi bu o'zi nima desak, hozir aytaman sizga. Markaziy Osiyodagi fond hisoblanadi. Germaniya tomonidan bu asosiy maqsadlardan biri bu har xil Markaziy Osiyodagi bor tashkilotlar bilan sherikchilikni o'rnatib va mana shu biz yoshlarga, chunki o'zi butun umuman olganda nafaqat O'zbekistonda boshlab bergan birinchi bo'lib O'zbekiston yoshlarga ishonch, yoshlarga yaratib berilayotgan sharoitlar va shundan keyin Markaziy Osiyoga ham bu populizatsiya bo'ldi deylik. Shundan keyin bu aynan shu Konrad Adenauer fondi jamg'armasi shu narsaga bog'lanib berilgan, yoshlarni o'ziga jalb etish. Endi siyosiy darajada, siyosiy nuqtai nazardan agar qaraydigan bo'lsak, bu Germaniya tomonidan bo'layotgan bir soft power, yumshoq kuchi desak ham bo'ladi. Bundan to'g'ri foydalansa, to'g'ri yo'naltirsa bo'ladi. Albatta. Boshqa oqimiga emas, mana shu o'zimizni kelgusida bundan to'g'ri foydalanib, mana shu o'zimizni vatanimiz ravnaqi uchun, vatanimiz kelajagi uchun biz bu narsani ishlatib va o'zimizni bor kuchimizni vatanimizni bo'lajagi uchun qo'shsak, juda to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Sizlarga kattakon rahmat. Diplomatiya muhim, yoshlarning undagi ishtiroki muhim, chunki yoshlarning diplomatiyadagi faoliyati bu kelgusi yillardagi O'zbekistonda tashqi imijini, tashqi strategiyasini belgilab beruvchi vosita bo'ladi va yoshlar parlamenti a'zolari ham bu jarayonda o'ylaymizki munosib harakat qilishadi. Rahmat. Rahmat sizlarga. Albatta bizga podkastni kelgusi dasturlarda ham o'z sonlarini davom ettiradi. Muhokamali mavzular markaziga ko'chguncha xayr, salomat bo'ling.